Hayırlı günler, hürmetli tamaşaçılar, kaderli dostlar. Gün şunday quyoshli motor bo'lsa da kelgan xabar bilan birda butun kayflar qirıldı. Ne uchun desangiz, shu koronavirus degan orqasida butun konsertlar ko'chirildi, kechiktirildimi, ko'chirildimi, aslan bilmaymiz, aytolmaymiz. Qachonga ekanini atmeni urushchasi atmeni aytdilar endi. 30 Mart 2 kun o'tgan Qozonda filarmoniyada bulası konsertlardan qadar tuğanlar ko'chirildi. Hali dürüst chislosini datisini bilmaymiz o'zimizda. 15'ine qatlik deganlari 15 aprelga qatlikkina o'sha karantin endi hali yetakchilar aytuvi bo'yicha bu 15'ine qatlikkina bo'lmasqa da mumkin. Shunga ko'ra qaysi datalar ko'chirilganligini o'zimizda bilmaymiz. Jayk oyi bo'ladimi, kuz oyi bo'ladimi? Bu bizning g'ayibdan tugul, qadrli tuğanlar, dürüst anlaysiz. Barliq bilet oluvchi tomoshachilarga bek zo'r rahmat. Endi biletlarni kerak izdovat ettirganmi? Alla endi nechik o'ylarga bir fikrda bo'lsak, o'ylashsak, balki ko'chirarmiz, aniq kuni belgili bo'lar endi shu chorada. Borg'izdan da g'afur o'tinam. O'zimizning g'ayib bo'lmag'ach degan chektirni. Esanemin bo'liq. Shulay yozgan bo'lgandir endi. Xudoy taolo shulay yozgan bo'lgandir. Avurtmayq. Barig'ingizga sog'lik, salomatlik tilayman. Ko'rishlar nasib bo'lsa, Alloh bersa. Rahmat sizga.